Narxini aytadigan bo'lsak, har bir sotuvchi uchun 5000 AQSh dollardan so'rashyapti. Uy yer hisobida, aziz kuzatuvchilar. Uy hisobga olinmas ekan, yer hisobida sotishyapti. Hozir kirib ko'rib, obzor qilib ko'rsatib o'tamiz, aziz kuzatuvchilar. Like, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Kimdan kim reklama xizmatlari kerak bo'lsa, Uy savdo.uz kanali bemalol chiqib telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilar. Mana yana bugun bir xonadonimizni sotuvga qo'ydik. Bu joy qayerda desanglar, O'rta Chirchiq tumani, Toshloq Mefi, Oqoltin ko'chasi 70-xonadonimizdan video obzorimiz qilib o'tamiz. Umumiy yer maydoni 30 sotik aziz kuzatuvchilar. Mana video obzori boshladik. Ko'rib chiqishda davom etamiz. Mana bunisi bitta xona. Bu yoqda ikkinchi xona. Aziz kuzatuvchilar, xonalarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Mana bu xonamiz, 3-xona. Mana aziz kuzatuvchilar, atapini kirgan, issiq. Xudo xolasa kelib ko'rib, baraka qilsanglar bo'ladi. Mana bu tomonimizdagi xonadonimiz, bu yoqdagi uyimiz to'liq bitmagan. Bu yog'i ham 3 xonadan iborat. Ko'rsatib o'tamiz. Aziz kuzatuvchilar, mana bu yog'imiz katta zal. Hali to'liq bitmagan. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Aziz kuzatuvchilar, keyingi xonalarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Bu yog'imiz oshxona ekan. Gaz bor. Svet bor. Mana bu xonamiz ham Remika hisobida. To'ytepaga shu joyimizdan taxminan 10 kilometr bor. Aziz kuzatuvchilar, keyingi xonalar bilan tanishtirib o'taman. Mana bu yog'imiz mehmonxona. Katta zal. Mana bu yoqlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda ham ataplarga kirgan. Pechka bor. Bu tomonimizni ham ko'rsatib o'tamiz aziz kuzatuvchilar. Keng hovli. Xonalar soni ko'p aziz kuzatuvchilar. Past tomonlari ham ko'rsatib o'tamiz. Albatta eski uylar bor. Mana bu tomonlar ham ko'rsatib o'tamiz aziz kuzatuvchilar. Hammom bu yoq. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar aziz kuzatuvchilar. Mana chorva boqishga sharoitlar bor. Keng dala mana kuzatishingiz mumkin.
molxona. Mana bu yerga bir 15 ta mol sig'adigan molxonasi bor ekan mana. Past tomoni dala, chorvachilikka, parrandachilik qilaman degan aka-uka opa-singlarim uchun qulay joyda joylashgan. Zo'r lokatsiya. Manzilni eslatib o'tamiz. O'rta Chirchiq tumani, Toshloq Mefi, Oqoltin ko'chasi, 73-xonadondan video obzor qilib o'tamiz. Bundan kim reklama xizmatlari bo'lsa, arzon reklama xizmatlari Uy savdo o'z kanaliga murojaat qilishingiz mumkin. Aziz kuzatuvchilar, ekranlarning past qismiga uy egalarining raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Aziz kuzatuvchilar, keng hovli. Aka-uka olib, ikkiga bo'lib yashashga ham sharoitlar bor ekan mana. 2 ga bo'lsa ham, 3 ga bo'lsa ham, 4, 5 ga bo'lsa ham bo'lar ekan mana, aziz kuzatuvchilar. Kelinglar, ko'ringlar, gaplashinglar, savdosini qilinglar. Keng hovli.